Pulini olsang, hamma narsani maqtaysan deydigan kommentariyalar ham uchraydi. Bilib qo'yinglar. Men pulga sotadiganlardan emasman. Men agar yaxshi desam, значит o'sha joy yaxshi. Yoqmasa, yoqmadi deyman. Menga $1,000,000 bermaysizlarmi? Yoqmadini, yoqmadi deyman. Bu meni prinsipim. Bugun Trabzonni sizlar uchun obzor qilib beraman. Ketdi. Tombik, bularda o'zbek, milliy va turk oshxonasi bilasizlar. Dumbani hidi bor. Srazu aytaman, qo'y go'shtini hidi kelyapti. Prям qattam kelyapti. Sous bo'lgani bilan men qo'y go'shti yemayman bilasizlar. Bu powerlarga yetib qo'yish kerak. Prям kuchli kelyapti dumbani hidi. Tovuq sach. Bilasizlarmi, men sizlarga yaxshi ko'raman. Sachokaga nonni yaxshilab botirasizlar. Bismillah. Bama. Yana bitta yo'lini o'rgatman. Mana bunaqa puf nonni yetasizlar. Orasini ochasizlar. Bunda sach solasizlar. Bunday qilasizlar-da. Oqishini qarang. Bismillah. Tuzi past, lekin vahima qilmanglar. Olib bitta sasuvlar. Stolda tuz bo'ladi. Sepsanglar, o'lib qolmaysizlar, o'tib kamayib qolmaydi. Agar sachga gap bo'lmas. Qo'zi qorin va qaymoqli sousni tegida bonfile ekan. Sous yaxshi. Bir xilda qaymog'i quyilib chirib pishadi-yu, bularda unaqa bo'lmagan. Bu ovqatni rekomendatsiya qilaman. Shu o'rinda bitta savol. Bu menga shunaqa paxta qo'yilyaptimi yoki hamma mehmonga bir xil qilib beriladi? Hamma mehmonga shart. Olib tagarchilik qilib priborlarni ishlatmaymiz. Qo'lda boshqacha ketsa kerak. Qani bismillah. Turk choylari bilan boshqacha ketar ekan. Shuncha yegan ichganim arzimagan 772.800 so'm bo'pti. Menimcha shuncha ovqatga bu juda ham zo'r narx. Endi atmosferaga keladigan bo'lsak, xohlasanglar ko'chada, suvni bo'yida mazza qilib muzdekkina o'tirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ichkarida banketlarni, umumiy tadbirlarni o'tkazsanglar bo'ladi. Undan tashqari детский площадка ham bor. Atmosferaga 100% 10 dan 10 qo'ygan bo'lardim. Lekin bitta narsani aytaman-da, pul olasan, maqtaysan deydiganlar. Men yomon narsani hech qachon sizlarga tavsiya qilmaganman. Balki men blogerligim uchun menga nimadir yaxshiroq qilib berishar. Lekin restoranlar, iltimos, menga qandoq qilib bersanglar, xalqqa ham shundoq qilib berishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Adak, menga bu joy yoqdi. 10 balli sistemada ovqatlariga bemalol 8,5 ball qo'ygan bo'lardim. Lekin servisi alohida e'tiborga sazovor. Chunki servis, ofitsiantlar вообще молодцы. Men bu joyga qaytgan bo'larmidim? Albatta qaytardim. Sizchi, oilangizni olib kelgan bo'larmidingiz?